Mana ko'rpamni ham bergandim, matras ko'rpamni. Shunaqa yaraqlab, dillurlari yaltillab chiqibdi. Rahmat kattakon. Shunaqa xursand bo'ldim. Men 3-4 yildan beri mana shu Bekkelin jamoasiga beraman gilamlarimni ham, ko'rpachalarimni ham. O'tgan yili 4 ta 4 metrlik ko'rpachamni ham shunaqa yaltillatib yuvib berishgandi. Hozir mana ko'rpa gilamlarimni ham xuddi shunaqa qilib yuvib berishdi. Rahmat kattakon. Mana xuddi yengidek. Ko'rpalar dumaloq bo'lib qoladi, paxtasi o'ziga kelmaydi deyishadi. Unaqa emas. Unaqa emas. Men har yili yuvdiraman. Shirin hidlar kelib turadi. Bular chiroylarni hidlar kelib turadigan vositalardan ham foydalanishadi. Turkiyadan olib kelishadi. Mana yumshoqqina, mana yengi qavilgan ko'rpalarga o'xshaydi. Mana hech ham ikkilanmasdan beraveringlar ko'rpachanglarni. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat kattakon. Elbekjon, tanijoningiz sog' bo'lsin. Iloyim bundan ham rivojini bersin ishlaringiz, ukam.